Yaxshimisiz do'stlar, manglarning mushotlar xayrlik bo'lsin. Men tunigun bozor nazorat qilib boshqarish idorasiga yig'inga berib, shu yerda bo'lgan gap so'zlarni aytganlik yangonlarga yig'inga chiqqan mezgilda shuni degan ham men do'yinga chiqqan. Bunda qilishimdagi maqsad hargizmo shu do'yin tavasidagi oshpazlarning g'azabini qo'zg'ash emas yoki ustamlarning g'azabini qo'zg'ash emas, balki shu o'zimizni oshpazlikni taraqqiy qildirish. Yangi davrga moslashgan, zamonga mos kelgan, iste'molchilarning talabiga tushgan shundoq bir oshpaz bo'lish, oshxona ichish muddasi bilan men buni yo'llagan hamda naq maydonda yongonlarimga yig'in ochgan. Biz navoqcha ibtidoiy usulda oshpazlik qilamiz. Navoqcha tovoqlarimizni yangilamaymiz. Mishada do'yinda oshpazlar bo'lib qolsanglar, mening ko'nglimchim gizib qo'ygan oshpazlar o'zinglarni dansib baqsanglar bo'ladi yoki ustumonlarni so'rab baqsanglar bo'ladi. Ular hunar yengilmoqchi bo'lsa, kimdan yengillaydi? Milliy tomoqdan boshqa har qanday hunar yengilmoqchi bo'lsa, hammasi ichkari yuguradi yoki Urumchi tarafga boradi. Shimolga bir hunar yanglab keladi. Nimishqa o'zi yanglamaydi? Do'yin ko'shu ko'rib, shavxun shu ko'rib, hunar bilgan ekan, adordaman sapqib, ma'ni apqib, o'zi seyjat qilib, xalqimiz yoqtiradigan, boshqalarning olishga erishadigan tomoq nimishqa ijod qilolmaydi? Chunki ularning kallasida azimi ibtidoiy oshpazlik qilish usuli qo'llanib kelinadi. Oshxona ochmoq bunday oson gap emas. 10 yillik oshpazlik qilish tariximda men nurg'ulg'a ustamlarni uchratdim. Balkim mening oshxonamda bundan burun ishlab chiqayotgan ustamlarning huzurini ko'rish mumkin. Oshxona ichish, adam boshqarish, ishchilar bilan boshqaruvchilar bilan xo'jayinning o'rtasidagi munosabatni tanishib ilib mamoq unchalar oson gap emas. Oshxona ichayotganimga 10 yil bo'ldi. 10 yildan yo'q men nurg'un ishlarni ko'rib ketdim. Ben dastlabki do'yin boshlagan vaqtimda yemak-ichmak sohasida yangilik yaratish, yemak-ichmak sohasida saqlanayotgan masalalar, bir taraf bo'lmagan ishlar to'g'risida zopin ta'tim deb men va'da qilgan. Lekin bizning bu gaplarimiz boshlangan qulog'iga yiqib ketishdan tayin. Men xo'jayin sifatida gap qilsam, ustamlarning ko'ngli qilish mumkin. Ustamlarning tarif turib gap qilsam, oshxonaga mablag' solgan, oshxona ochgan lobilarning ko'ngli kelishi mumkin. Chunki azaldan bularningki niyati bir yerdan chiqib baqqan emas. Shu bir yerdan chiqqan vaqtida oshxona taraqqiy qiladi, lobin pul topadi, yongonlarning maoshi o'sadi. Ularni yaxshi bo'lgan maosh ta'minotiga, yaxshi bo'lgan turmush sharoitiga, oshxona xultang sharoitiga erisha oladi. Lekin bunda o'ylatgan aytim az. Mablag' sog'ish taraf, ya'ni xo'jayin ustamga bir ig'iz gapni otib qo'ygan kunisa peshtamanni holatni silib chiqishni yanmaydi. To'xtabdi, maoshxonaga menshik mablag' sog'an. Men bo'lmasam, ma ishni qilgan odam yo'q. Faqat bo'lmasa, navoqning yoqi meshaning tuz tomoqini yaptiman. Hech bo'lmasa mush xo'jayin mening o'rnimga men qilayotgan ishni joyida ipmanlik adam tepib olgan vaqtida uning endi men ketib boshqa ishimni qilay degan arz qilmaydi. Mushunda avval uchirgan xo'jayinlar bo'lsanglar, pulni chigizib qo'ysanglar bo'ladi. Mening pulunchirimga, mening ustamlarimning, shogirdlarimning, mulozimatchilarimning chiroy turqini jitoqlab yo'llab qo'yishimlarga oid yo'q. Ular mening ochgan yig'inimga norozi bo'lib qapqin tuygan emas. Men sal turib bularni ziyorat qilib turib sizlarga yo'llab qo'yman. Men tunugan shu pulunchi qarab turib men ularning hammasini birdan-bir suhbatlashdim. Havoning sovuq bo'lganligi ras. Hozir 12-oy, 12-oyga 24 bo'lgan. Ammo men do'konning ichida bu yig'inni açsam, unimi yaxshi ko'ra olmaydi. Chunki men mush yig'inni sovuq to'ngab turib anglab kelgan. Oshxona ichish yolg'iz mening mas'uliyatim emas. Men birmuncha pulga dasminizlik oshxona ochdim. Bu oshxonani men shu yangonlar orqali taraqqiy qildirman. Shu yangonlarni qoid tuzum ichida boshqarib men oshxona taraqqiy qildirman. Shunga ko'nglimchirimga pasif energiyalik gaplarni yozganlar, o'zinglarni tutinglar. Bundan keyin yana mana shundaq taraqqiyot to'g'risida so'zli ochgan vaqtimizda o'zaro bir-birimizga pasif energiya gap qilsak, men bo'ldi qilmayman. Unda bo'lsa, bundan keyingi zo'plarimizni qiziqtirganlar bo'lsanglar, oshxona ichish jarayonida qiyinchilikqa yo'liqqan bo'lsanglar yoki yongonlarning munosabatini yaxshilash jarayonida qiyinchiliklarga yo'liqqan bo'lsanglar, ko'ngilchi qoldirib qo'ysanglar, biz o'zaro o'rtoqlashsak bo'ladi. Bunda deganimda hamma xo'jayinlarni o'zimga o'xshab qilaman emas. Nurg'ulg'an xo'jayinlar bor, ishlayotgan bolalarning maoshini vaqtida bermaydigan, ularning ko'ngliga ozor beradigan, maosh berdim, cho'qim qilsa degan ideal adam boshqaradigan nurg'ulg'an xo'jayinlar bor. Lekin ularni hozirgidek mush taraqqiy qilayotgan jamiyatda oshxonasini taraqqiy qildirman deydigan cho'qim tuzum bo'yicha oshxona boshqara olsa, tuzum bo'yicha boshqalarga muomala qila olsa, ishlayotganlarning o'zining oila a'zolarida ko'rilgan vaqtida, ularning masalasini hal qilib berilgan vaqtida ular oshxona ko'yinib ishlaydi, oshxonasi taraqqiy qiladi. Biz tuvan tabiqidagi yoki pasif energiya taqdirlarning maydonida turib emas, taraqqiy qilishni o'ylayotgan, yemak-ichmak kasbini taraqqiy qildirmoqchi bo'lgan yoki o'z oshxonasini taraqqiy qildirmoqchi bo'lgan, o'z hunini taraqqiy qildirmoqchi bo'lganlarning qatorida turib so'zlagan vaqtimizda boshqalarni biz o'rganib yaxshi bo'lgan bir kayfiyat shakllandi. Noyimizning sayohat ishlari kundan kunga taraqqiy qilyapti, yildan yilga taraqqiy qilyapti. Silingan mablag'mi shunda ko'p bo'lyapti. Mana bu shunday vaqtda hammalar bir yoqdan bir yandan qo'l chiqarib, o'zaro hamkorlashib yaxshi bo'lgan bir tomoqxona, yemak-ichmak kayfiyati shakllantirishni umid qilaman.